Assalomu alaykum, hurmatli Mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon Shahrixon tumani Bayroq mahallasidan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, video ko'rishdan oldin like bosib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yasizlar. Inshaalloh endi har kuni bo'lmasa ham kunora video qilishga harakat qilamiz. Faqat boshqa molxonalardan, mol bozorlardan o'zimiz mollar bir qator ko'rsatib o'taylik dedik. Bizni kuzatib borayotganlar xabar bor. Mollar oktyabr oyida kelgan, hozir 3 oydan o'tdi. Oldi mollar yetildi, hurmatli obunachilar. Yashurdan ozgina qiynalganlari to'liq yetilgani yo'q. Endi bir hafta 10 kun ichida sotamiz yoki o'zgarishlar zo'r bo'lyapti. Mollar qaranglar, yoki yana birar oy turadi. Qorong'ida bo'lsa ham video qilishga qaror qildik. Yelkalarni ko'ring uni. Zo'r to'ldi. Novvosimiz bu endi kurayib yuzdi. Endi zo'r o'zgarish xonasiga keldi. Bu 1.30 plus chiqsa kerak. Molxona ozgina issiqlik qilyapti, shuning uchun yalanishlari bor mollarda. Jonivorlar. Bu ham yelin tashlayapti uni. Bu Eston paroda sutdor mol bo'ladi. 6 oydan o'tdi mana shuni bo'g'ozligiga. Bu qisir. Bu ham mana qaranglar. Yaxshi semirdi. Shvetimiz bunga unaqa yem berilgan yo'q. Buni yelinlarni qaranglar, aziz sigir qiladigan molda. Dadam buni yemlamaysan, sigir qilasan deyapti. Shu zot yo'nalishiga boqiladi bular. Ammo yashurda qiyin o'tkazgan, shuning uchun endi o'ziga kelyapti. Novvosimiz. Novvos trivesini taxmin qoldiraverasizlar. Mollar sonini aytmayapman, hurmatli obunachilar. Molxonada hozirgi kunda jami 19 ta mol bor, 2 ta novvos, 17 ta xunajin. Xunajinlar ichida bitta qisiri bor mana shu. Hozirgi kunda holati Trives 420 kilo bilan 450 kilo o'rtasida. Kak xunajin semirdi bu ham. Mana shu 12,5 millionga olingan. 11 million 100 mingga olingan bu xunajinimiz. Bu ham semirgan holatini ko'ringlar. Yana bular qanday aytsam bo'ladi? Birar oy tursa ham bo'laveradi, chunki hozir bozordan mol olib kelamiz, bular sotsak o'rniga yana bozordan bitta kasal baribir hozir ko'ryapmiz, yashur bor, yashur mol olib kelamiz. Shuning uchun bular tursa ham bo'ladi, chunki yaxshi semiryapti-da, sotsak ham bo'laveradi, lekin turgani foyda. Bozordan kasal mol olib kelib boqqandan bular vashi udar qilib semirtirgan bo'laveradi. Shvetimiz inshaalloh bu ham bo'g'oz. Chunki hali suv ichganda bola teyapti-da. Katta narsa bu ham 1.35 plus chiqsa kerak mana. Et boshi ham zo'r. $15 milyon 400 ming so'mga olingan.
Qisir. Bu ham mana yetilib qoldi, mana yog'siz semirgan mollar. Yana birar oy tursa bo'laveradi. 180 kilo, 190 kilolik mol qilib sotsak, yaxshi foyda qilinaveradi-da. Bozordan bular o'rniga kasal mol olib kelib boqqandan mollar ushlab turgan yaxshi. Bu ham mana buni o'tgan videolarda ko'rgan bo'lsanglar, o'zgarishiga baho beringlar. Buni novvosga qo'yib qo'yaman deyapman. Nasıl talab bo'lyapti. Chunki bu ham sut yo'nalishini molida. Olinganda o'ta ham holati chataq edi. Hozir mana shu holatda ham bozorda narxini qoldirib qo'yaverasizlar. Chunki bu ham sigir qiladigan mol. Xo'p, mollarimiz ichida bu ham yaxshi o'zgaryapti. Bu bo'g'ozga ham o'xshab turibdi. Holat. Mollar qisman bularning ham et boshini ko'ringlar. Ishlar 180 kilo yon yerida semirdi-da. Ozgina qorong'i bo'lgan uchun unaqa bo'lyapti. Bu ham yaxshi semirdi, u yelkalari ochilib mol go'zal. Kichkintoylarimiz mana shundan hayiqyapman, bo'g'oz chiqib qolmasin desam, mana qarang, yelim tashab qopti. Bo'g'oz chiqsa tug'diramiz-da, endi nima qilamiz, a? 9,5 millionga oldik. Bular unaqa kuchli yem yegan yo'q, dadam o'sib olsin, bunaqa qilmay tur dedi. Endi mollarga nisbatan ozroq yeb turadi. Lekin bular ham yaxshi semirdi mana shu holatiga. Sliyoz solganmiz. Sliyoz ustiga yemini tashlab berdik. Vaqt bo'lmay atala qilib bera olmadim-da, agar. Atala ham emas, pishgan. Qilib bersiz mollar va shu udar o'zgarib ketadi. Bog'lasa bular kunlik rasxodlari, qanday yem tayyorlanyapti, ertangi videomizda chiqaramiz. 2 kg janob.